Bir muxlisning harakati sabab Liverpool mag'lub bo'lganini bilarmidingiz? Bizda bu kabi videolar ko'p. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. 2009-yilning oktyabr oyida Sunderland va Liverpool uchrashuvining 5-daqiqasida Darren Bent Liverpool darvozasiga zarba yo'llaydi. To'p kutilmaganda jarima maydonchasida yotgan yorqin qizil rangli plyaj to'piga tegadi va yo'nalishni o'zgartirib, dovdirab qolgan Pepe Reina qo'riqlayotgan darvozadan joy oladi. Qiziq tomoni shundaki, o'sha Liverpool logotipi tushirilgan plyaj to'pini maydonga o'z jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun kelgan 16 yoshli muxlis Callum Campbell uloqtirgan va shamol uni aynan Reyna qo'riqlayotgan darvoza tomon uchirib kelgandi. Aslida begona jism maydonga tushganda o'yin to'xtatilishi kerak, lekin hakam Mike Jones golni hisobga oladi. Oqibatda Liverpool aynan shu yagona gol tufayli 1-0 hisobida mag'lub bo'ladi. O'yindan so'ng Callum Campbell qattiq tushkunlikka tushib, qo'rquv va tahdidlar sababli uydan chiqa olmay qolgan. Ammo keyinchalik Liverpool muxlislari yosh bolaning bu qasddan qilinmagan xatosini kechirishgan.